Assalamu alaykum qarindoshlar. Men mushu Wuhan o'pkallik to'g'risida yana ozroq so'zlab qo'yay dedim. Birinchi oyning 31 kunisi Amerikaning sharq vaqti kechkichilak mushu Wuhan o'pkalligi bilan yuqumlanganlarninki aniq tizimlikdagi soni, ya'ni aniq diagnoz qo'yilgan son 11 mingdan oshibdi. Uning bilan o'lib ketganlarning soni 259 ga yetibdi. Bu faqatla aniq diagnoz qo'yilgan son. O'lib ketganlarning ko'p qismi 70 yoshdan ortiq bo'lib, ularninki mushu kasal alomatlari ko'rilib, o'lib ketkichga bo'lgan vaqt 14 kun ekan. 70 yoshdan yoshlarninki o'lib ketish vaqti sal uzunroq ekan. O'lib ketganlarning ichida, ya'ni 70 yoshdan oshganlarninki 14 kun ichida, ko'pinchisi 14 kun o'lib ketgan. 70 yoshdan tovanlarninki 14 kun bilan 30 kun atrofida o'lib ketgan ko'p qismi. Albatta bu mutlaq emas, o'zgarishmi bor. Bugun mushu 31 yanvar kunigacha Amerikada aniq diagnoz qo'yilganlarninki soni 7 ga yetdi. Hozir endi bu kasalni tekshirishga nisbatan diagnoz qo'yildi qo'llangan usullar mayli Xitoyda olsun, mayli Amerikada va dunyoning har qaysi joylarida to'liq umumlashmagani uchun diagnoz qo'yilmagan kasallar ko'p bo'lishi mumkin. Hong Kongdagi ma'lum bir tadqiqot o'maklarniki aytishicha, bu kasal bilan yuqumlanganlarninki amaliy soni birinchi oyning 25 kunidan burun 75 mingdan oshib ketgan ekan. Faqat bu kasalni diagnoz qo'yish texnik jihatda qiyinchilik bo'lganligi uchun, yana bu texnika umumlashmaganligi uchun bu kasalga diagnoz qo'yish surati kasalning tarqash suratidan oz to'g'an yoki mundaqcha aytgan vaqtida bu kasal uningga diagnoz qo'yishdan tiz bo'lgan. Shunga bugun shu sababdan bu kasal haqiqatan tiz tarqalgan deb qaralgan sababdan Amerika hukumati mushu yaqin mezgil ichida Xitoyga sayohatga borgan har qandaq odamning Amerikaga kirishiga cheklama qo'ydi. Bu cheklama yakshanba kunisi Amerikaning sharq vaqti soat 5 dan keyin ijro qilingan. Hamda bu cheklimada deyishcha, hamda Amerika grajdani yoki bo'lmasa Amerikaning yeshil karti va odamlarning Amerikaga kirgan vaqtida 14 kun yana ayrim tutilganligi, boshqa Amerikada turish huquqi bo'lmagan yoki Amerika vatandoshi bo'lmagan boshqa sayohatchilarniki agar yaqin mezgil ichida Xitoyga berib u yerda turib baqqan bo'lsa, ularninki Amerikaga kirishi vaqtincha cheklandi ekan. Endi bu qarorlar e'lon qilingandan keyin Amerika doirasi ichidami biroz jiddiylik paydo qilyotdi. Anglashlar qaragan vaqtida nurg'un maska sotadigan o'rinlarda maska bugun tugab ketgan ekan. Endi mening bu jihatda azroq qo'shimcha qilib qo'yadigan yerim endi mushu kasaldan qanday saqlanish to'g'risida azroq qo'shimcha qilib qo'yadigan yerim. Bu maska endi normalda sog'lom bir kishini u virusdan qo'g'dab qololmaydi. Yoki mundoq aytgan vaqtida u odatdagi maskaninki bu virusdan saqlanishda jiq ahamiyat olmaydi. Uning ustiga bu ig'izimizdan chiqqan, hamda bizning normal ig'iz bo'shlig'imizda nurg'un bakteriya, viruslar bor. Faqatla bizga kasal paydo qilmaganligi uchun biz bilmaymiz. Agar biz maska taqqigan vaqtimizda, yana og'zimizdan chiqqan, nafasdan chiqqan nurg'un bakteriya, viruslar yana bu maskada saqlanib qolish mumkin. Shunga bu maska ishlatgan vaqtida 1-2 soatda yangiga almashtirib turishga to'g'ri keldi. Bo'lmay qolib qolsa, o'zimizning nimasini o'zimiz bearam bo'ladigan gap. Shunga odatdagi sog'lom odamlarningki maska ishlatishi meningcha jiq
ahmiyat yo'q deb qarayman. Faqatla kasal bo'lib qolganlar yoki bo'lmasa mayli odatdagi zukam yoki boshqa zukam bo'lib qolsin yoki mushu Wuhan o'pka yolg'oninki yuqumdor bo'lish gumondor bo'lsin yoki bo'lmasa ko'p o'tiladigan odamlar bo'lsin, bu odamlar agar maska taqqigan olsa, bu odamlarningki nafas yo'lidan chiqqan shu virus bakteriyalarniki atrofdagi muhitga tarqalish nimasini to'sqil bo'ladi. Lekin sog'lom odamni odatdagi maskalar ko'p qo'g'diyolmasligi mumkin. Chunki birinchisi abiyatin deb o'tgandagidek bir masala, ikkinchisi ondan keyin bu virus odatdagi maskalarning to'shkidan nihoyat ko'p kichik bo'lganligi uchun u maskaning to'shklaridan bemalol o'tab ketalaydi. Shunga eng unumli usul bu kasallikdan saqlanish. Birisi insonlarga bak yaqinlashmaslik, ya'ni insonlar bilan bular bak notanish odamlar bilan paranglashgan vaqtida qarshi tarafning sog'lom emasligini bilmagan ahvolda eng yaxshisi 1 metrdan ortiq musofa saqlash, orliqqa musofa saqlash. Andan keyin mushu nima ommaviy qatnashni qo'llanadiganlar uyga kirgandan keyin mayli yoki bo'lmasa tomoq vaqtib qolsin yoki har qanday vaqtida shu ommaviy qatnashdan ayrilgan avval qo'lni yuvish, ya'ni kam deganda shu Amerika kasallikni saqlash idorasiniki tashabbusga asoslangan kam deganda 30-20 sekund yuvish. Bu qo'lni qayta yuvish, andan keyin notanish odamlar bilan kurashmaslik, boshqalar bilan orliq musofa saqlash bu kasallikdan mudofaa ko'rishda eng unumli usul deb qaralmoqda hozir. Chunki bu virus masalan bizniki hayotimizdagi nurg'un narsalarning ustida bo'ladi. Virus degan narsa bo'ladi. Albatta biz Wuhan virusiniki qanchalik atrofimizga kelganligini biz bilmaymiz. Hamda normalda har qanday virus shu nimalarniki biz uchrashayotgan har qanday narsaniki sirtqi yuzida bo'lishi ehtimoli bor. Shuning o'xshash bu Wuhan virusi agar bizning atrofimizga tarab kelgan bo'lsa, shu biz turmush ishlatadigan nurg'un narsalarniki yuziga qo'ngan bo'lishi mumkin. U orqali bizning qo'limiz orqali burnimizga yoki og'zimizga yoki ko'zimiz orqali yuqib badanimizga kirdi. Shunga bu qo'ldan yuqish fursati bevosita nafas yo'lidan yuqishdan texmi yuqori deb qarashga bo'ldi. Chunki biz masalan bir kasal odam o'talgan vaqtida uningdan nimasidan ig'izdan yoki burundan chiqqan nimalar bak yiroqqa bormaylar ekansa atrofdagi shaylarning ustiga qo'nadi degan gapchi. Agar biz uni tutsak, uningdan uni tutgan qo'limiz bilan burnimizni yoki ko'zimizni ig'izimizni taraf tutsak, shuning bilan bizniki ko'zniki pardalari, burunning nafas yo'llari yoki ig'izning ichidagi shilmishq pardalar orqali badanimizga kiralaydi degan gap. Bu shu normaldagi har qanday viruslarga uyg'un keladigan bir ahvol. Albatta biz Wuhandan taralgan yangi tajsimon virus to'g'risida bak ko'p bir narsa bilmaymiz. Uningki hamda adam badanidan ayrilib tashqi dunyoda bu shaylarning ustida qanchalik uzun yashay oladiganligini bak bilib ketmaymiz. Bu odatdagi viruslarni hamda biz o'xshamagan virus qarab uningki yashash nisbatini cho'ng farq bor deb bilamiz. Hamda ba'zilari bir necha minut yashagan bo'lsa, ba'zilari bir necha hafta yashashi mumkin shu shaylarningki sirtqi qismida. Hamda bu Wuhan taralgan bu virusga nisbatan bak jiq bilmaymiz. Hamda shundaqdimi odatdagi ko'p uchraydigan viruslarga o'xshash muomala qilgan vaqtida biz eng muhimi qo'limizni vaqtimizda yuvib turish orqali andan notanish insonlardan orliqimizni saqlash, andan keyin shu maynat qo'limiz bilan yuzlarimizni tutmaslik, davomli qo'limizni yuvib turish, ya'ni kam deganda so'pillab 20 sekund yoki alkohol bilan spirt bilan yuvib turish bu kasallikdan saqlanishninki
eng yaxshi usuli deb qaralyotidi hozir. Endi maskani saq odamlar taqqigan vaqtida alayda shu virusga qarshi turadigan maskalarni ishlatmagan vaqtida odatdagi maskalarning ko'pinchasiniki bu virusni saqlanishga jiq ahamiyat yo'q. Men buni eskartib qo'yay dedim. Agarda hamda o'zimizning ko'ngilni xotirjam qilish uchun, ya'ni xush qilish uchun taqaydigan bo'lib qolsak maskani, cho'qim 1-2 soatda birini almashtirib turishimiz kerak. Bu bakla muhim. Agar almashtirmasak, boshqalarningki virusi bizga yuqib bo'lguncha o'zimizningki virusi bilan o'zimizni bearam qiladigan ahvol bo'lib qoladi. Men bularni qarindoshlarga bir eskartib qo'yay dedim. Endi hozir butun dunyo miqyosini qaragan vaqtidami bu kasalga nisbatan insonlarningki sezgurligi alayda ishib, jiq davlatlarda bir xil andish qilish holatiga kiryotidi. Shu munosabat bilan men o'zimning bilganlarimni vaqti-vaqtida qarindoshlar bilan o'rtoqlashib turman. Hammanglarga rahmat, xayr xo'sh.